Ajinlarni ketkazuvchi top 5 ta eng yaxshi retinol. 5-o'rin Bayvish Trenddan retinol plus Pakochol. Retinolli eng yumshoq formasi hisoblanadi. Yangi boshlayotganlar uchun juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Ajinlarni yaxshi yoyib beradi, yuzingizdagi yorqin, zo'r effekt beradi. 4-o'rinda Selimaxdan retinol booster kremi. Sastavida mikroigli ham bor. Retinolli eng past dozalardan hisoblanadi. Yangi boshlayotganlar ham bemalol ishlatsa bo'ladi, ko'z atrofiga ham ishlatsa bo'ladi. 3-o'rinda Skin On 04 dan retinol serumi yuzdagi chuqur ajinlarni ham ketkazsa bo'ladi, bo'yindagi, tirsaydagi ajinlarni ham ketkazadi, ham terini rangini ham zo'r oqartirib beradi, dog'larni ham ocharishiga yordam beradi, plus poralarni ham yopib beradi. 2-o'rin K-Secret brendidan retinol krem chuqur ajinlarni ham yoyishga yordam beradi, yuzda teksturasini yaxshilaydi va anchadan beri ketmayotgan ajinlarni ketkazib beradi. 1-o'rinda Anova brendidan retinol sastavida 0,3% retinol plus niacinamid bo'lgani uchun ajinlarni zo'r ketkazib beradi va poralarni ham yopishga yordam beradi. Bundan ham foydali ma'lumotlarni bilish uchun menga podpiska bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolar bundan ham foydali bo'ladi.